Assalomu alaykum. Shu paytgacha qo'yilgan darslarni xoh o'qituvchi, xoh o'quvchi istagan shaklda tomosha qilishi va undan o'zi uchun xulosa olishi mumkin edi. Lekin bugundan boshlab oladigan darslarimni men aynan hamkasblarimga bag'ishlayman. Ya'ni ona tili va adabiyot fanidan dars beradigan ustozlarga deb hisoblasak bo'ladi. Ya'ni men o'zimning hamkasblarimga, ular albatta respublika bo'ylab olganimizda minglab, bitta muhim savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz? Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisining vazifalari nimalardan iborat? Xuddi shu savol bilan bir necha yil avval ustozlarga murojaat qilgan edim. Ularning ko'pchiligida hattoki YouTube kanaliga izohlar sifatida ham yozib qoldirishibdi, salbiy taassurot qoldirgan edim. Va bilasizmi, gap shundaki, bizning aksariyatimiz mana shu savolga to'g'ri javobni o'zimiz ham bilmaymiz. Ya'ni vazifamiz nimadan iboratligini aniq bilmasdan turib, o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullanamiz. Yillar davomida, 10 yillab, 20 yillab. Men ana shu ustozlarga, respublika bo'ylab bir necha o'nlab ustozlarga, ehtimol yuzlab ustozlarga shu savol bilan murojaat qilganimda, ulardan turli javoblar eshitgan edim. Keling, mana ayrimlarini siz bilan o'rtoqlashaman. Ona tili o'qituvchi sifatida vazifam nimadan iborat deb o'ylaysiz deb savol beryapman va ular aytyapti, mening vazifam husnixatni o'rgatish. Bu javobga qisman qo'shilsa bo'ladi. Ha, agarda siz boshlang'ich o'qituvchisining vazifasini bajarmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bola sizga qadar 4 yil davomida husnixatni o'rganib bo'lgan bo'lishi kerak edi. Lekin modomiki shu vazifani bo'yningizga olyapsiz ekan, mayli, e'tirozim yo'q. Ehtimol qaysidir ma'noda shu ishni qilish kerakdir. Yoki milliy tilga muhabbat uyg'otish. Xo'p, yoki bo'lmasa yana bitta variant borda, komil insonni tarbiyalash. Umuman olganda komillikka da'vogarlikning o'zi unchalik to'g'ri emas, odamzod komil bo'la olmaydi. Va o'qituvchining o'zi komil bo'lmasdan turib, komil bo'lish yo'llarini o'zi bilmasdan turib, qanday qilib o'quvchisini komil inson qila oladi? Yoki o'quvchi qalbiga vatanga muhabbat hissini singdirish yoki to'g'ri fikrlashni o'rgatish. Va menda ko'plab e'tirozlar paydo bo'lgan edi. Aytaylik, o'quvchi qalbiga vatanga muhabbat hissini singdirish degan orzu yaxshi, lekin muhim bitta katta savol bor. Qanday qilib bu ishni qanday qilmoqchisizlar, qadrli ustozlar, qadrli hamkasblar? Qanaqa qilib qilamiz buni? Yoki bo'lmasa aytyapsizki, to'g'ri fikrlashni o'rgatish. Qaysi fikr to'g'ri ekanligini kim biladi? Ustozlarning biri aytdiki, men yoshim katta, undan ko'ra shuning uchun men to'g'ri fikrlayman, men buni bilaman deb aytyapti. Va bu ham to'g'ri deb bo'lmaydi, chunki shunday o'quvchilar borki, bola bo'lsa ham sizdan ko'ra to'g'riroq fikrlashi mumkin. Va qaysi fikr to'g'ri yoki noto'g'riligini vaqt ko'rsatadi. Buni aytish juda katta da'vo, juda katta iddao. Yoki ustozlarning biriga o'quvchi qalbiga vatanga muhabbat singanini qanday tekshirasiz? Masalan, aytaylik, men unga grammatik qoida o'rgatdim, kelishkilarni o'rgatdim deylik. Kelishishni tushundimi yoki yo'qmi bilib olishning yo'llari bor. Test beraman, mashq beraman, jumla beraman, kelishga qo'y deb to'g'ri qo'ya olsa, demak men bilaman. Ha, demak o'rganibdi. Siz uning qalbiga vatanga muhabbat singanini, u komil insonga aylanganini, milliy tilga muhabbat unda paydo bo'lganini qanday tekshirib olasiz? Buning qanday baholash mezoni bor? Va bu savolga javob bera olmagan ustozlar shu savolni berganim uchun mendan nafratlangan edi. Yoki bo'lmasam, yana ustozlarning variantlaridan biri mustaqil hayotga tayyorlash, mustaqil fikrlashni o'rgatish, fanga muhabbat uyg'otish, kreativlikni rivojlantirish. Yana shu savolga qaytib kelamiz. Qanday qilib? Xo'p, qanday qila olasiz? Mustaqil hayotga tayyorlamoqchiman. Deylik, bu faqat ona tili va adabiyot fani o'qituvchisining vazifasimi? Balki buni tarixchi ham qila olar, balki jismoniy tarbiya qila olar, balki iqtisod, balki huquq ustozi qila olar. Fanga muhabbat uyg'otish, bu ham ko'pincha fanga muhabbat, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'qituvchiga bo'lgan muhabbat orqali o'tadi. Bolalar qaysi fan o'qituvchisini yaxshi ko'rsa, demak o'shaning fanini ham yaxshi ko'radi. Va buni ham uddasidan chiqqan odamlar unchalik ko'p emas. Chunki aksariyat odamlardan so'rasangiz, ona tili va adabiyot fani bilan bog'liq xotiralar yaxshi emas. Eng yomon ko'rgan fanim maktabda ona tili edi. Mashqlar, qoidalar o'lgida yomon ko'rardim deb eslaydi juda ko'pchilik. Kreativlikni rivojlantirish yaxshi, ijodkorlikni rivojlantirish yaxshi. Yana shu savolga qaytib kelamiz. Qanday qilib? Agar buni yo'llarini ishlab chiqqan bo'lsangiz, usullaringiz bo'lgan bo'lsa, ishlab chiqilgan bo'lsa, men bunga qo'llab, aytaylik, qo'llab-quvvatlayman va xursandman bundan. Va shuningdek, ustozlarning javoblari ichida men qo'shilganlari ham bordi. Grammatik qoidalarni o'rgatish. To'g'ri, buni biz qilishimiz kerak, aynan bizning fan. Ish qog'ozlari bilan ishlashni o'rgatish. To'g'ri, bunga ham qo'shilaman, buni ham biz qilishimiz kerak. Chunki ariza nima, tushuntirish xati nima, bayonnoma nima, ana shularni o'rganish kerak o'quvchilar. Adabiy til me'yorlariga rioya qilish ko'nikmasini rivojlantirish.
Bu fikrga ham qo'shilamiz. To'g'ri, adabiy til me'yorlari nimaligini bola bilish kerak. Badiiy adabiyotga muhabbat uyg'otish, to'g'ri, buni ham biz qilishimiz kerak. Lekin agar bizda yana shu savol qanday qilib degan savolga javob bo'lsa, agarda biz shu savolga javob topa olsak, demak buni uddasidan chiqqan bo'lamiz. Va men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, ona tili va adabiyot fani o'qituvchisining dastlabki vazifasi o'quvchida 4 lisoniy ko'nikmani rivojlantirish kerak. Birinchi, o'qib tushunish. Biz o'qitgan o'quvchilar o'qigan matnni tushunishi kerak. Farqi yo'q, u qanday mavzuda bo'lsin. Pingvinlar haqidagi matnmi, yoki bo'lmasam ishqalanish kuchi haqidagi matnmi, yoki o'simliklar haqidagi matnmi. Ikkinchisi, tinglab tushunish. Biz o'qitgan o'quvchilar eshitganini tushunishi kerak. Biz o'qitgan o'quvchilarning yozma nutq rivojlangan bo'lish, u yoza olish kerak. Ariza ham, tushuntirish xati ham, essay ham, maqola ham, aytaylik, fikrlarini ifodalay olish kerak. Shuningdek, u ravon gapira olishi kerak. Va shuningdek, yana ikkita qo'shimcha qo'shgan bo'lardim. Uning lug'at boyligi yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni o'zbek tilidagi so'zlarni eshitganda u tanish kerak. Shunaqa so'z bormi o'zbek tilida deb hayratlanmasligi kerak. Shuningdek, adabiy til me'yorlariga rioya qilish kerak. Ya'ni grammatika, uslubiyat va hokazolarni bilish kerak. Agar biz mana shularning hammasini qila olsak, bizning vazifamiz, qadrli hamkasblar, mana shundan iborat. Biz shularni o'rgatishimiz kerak. Va endi yangi ish boshlaganlarga savolim, siz shu narsani uddasidan chiqa olyapsizmi? Siz o'qitgan o'quvchilar gapira olyaptimi o'zbek tilida bemalol? Yoki bir necha yildan beri dars berayotgan, 10 yil, 20 yildan beri dars berayotgan ustozlar orqasiga qarab ayta oladimi? Men o'qitgan o'quvchilarning hammasi bemalol o'zbek tilida o'qigan matnni tushunadi. U xoh fizika darsligi bo'lsin, biologiyaga oid matn bo'lsin, o'qiydi va tushunadi. U eshitganini tushunadi va shundan xulosa qila oladi. Yoki u istalgan mavzuda, istalgan shakldagi matnni yoza oladi. Men aralashmasam ham aytaylik, tushuntirish xati yoza oladi, ariza yoza oladi. Uning og'zaki nutqi rivojlangan, istalgan mavzuda savol bering, to'xtating, gapirib keta oladi, soatlab, daqiqalab gapira oladi, deya olamizmi? Agar biz shunday savolga javob bera olmayotgan bo'lsak, demak biz qanday qilib degan savolga javob topa olmayapmiz. Demak, biz o'quvchilarni to'g'ri o'qitmayapmiz ekan. Va mana shu savolga o'quvchilarda og'zaki nutqni, yozma nutqni qanday rivojlantirsa bo'ladi degan savolga men bir necha dars davomida o'zimning shaxsiy tajribamdan, o'zimning xatolarimdan, o'zimning xulosalarimdan kelib chiqqan holda fikrlarimni aytib, sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Agar albatta fikr mulohazalaringizni bizning YouTube kanalimizda pastda izohlarda yozib qoldiring. Biz uni keyingi darslarda inobatga olib, yana siz bilan birgalikda ish olib borishga, sizga moslashishga, sizning fikringizni eshitishga harakat qilamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.